Nima deysiz? Tursuv aka. Tursuv? Aka bo'ldi, yetib keldi, 30 ming so'm bo'ldi sizdan. Aka, avvalambor noto'g'ri tushunmaydi. Hozir uzumdan chiqdim-da. Ha. Bir so'm pulim qolmay qoldi. Kartada ham yo'qmi? Vashi. Bu kimga ayting, telefon qilib, bu kim tashlab bersin? Agar noto'g'ri tushunmasangiz, kecha uzumdan Tursuv zakaz qilgandim, o'sha bilan. Nima deysiz? Tursuv zakaz. Tursuv? Ha. Qanaqa tursuv? Kiyilganmi? Yo'q, yangi. Yangi korobkadami? Ha, korobkada. Shunda o'zi bitta pochka bor edi. O'sha u ham 30 ming turardi. Aha. Hozir siz o'shani zalogga tashlab ketishim mumkin. Amash. Bo'ladimi aka? Zalogga deysizmi aka? Zalogga. Tursuvni, a? Tursuvni. Qanaqa murskoymi, jenskiymi? Mursko, aka. Nechta komplet? Ikkitami? Ikkita bo'ladi ichida. Hozir uzumdan zakaz qilgandim. Bir so'm pulim qolmay qoldi. Bo'ldi, bering, men o'zim kiyib yuboraman, bo'lmasa aka. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Beravering aka. Yaxshi, anaqa ekan, paxtali ekan, aka. Ha, shunaqa aka. Bo'ldi, bo'lmasa. Rozimisiz? Roziman aka. Siz rozimisiz? Bo'ldi, roziman, boshqa iloji yo'q. Inshaalloh, rahmat katta. Yaxshi aytib oling aka.